Blokcheynni tushunmoqchimisan? U oddiy daftar, faqat buzib bo'lmaydi. Blokcheyn qo'rqinchli so'z, aslida oddiy daftar. Faqat uni hamma ko'radi va hech kim buza olmaydi. Qanaqasiga? Ko'r, tasavvur qil, 1000 kishi bor. Har birida bir xil daftar. Kim pul o'tkazsa, har birida yoziladi. Bittada emas, 1000 tada. O'shanga ko'ra ishonchli. Endi bir kishi o'z daftarida raqamni o'zgartirmoqchi bo'ldi. Qolgan 999 tada eski yozuv turadi. Yolg'on darrov ko'rinadi. Shuning uchun blokcheynni buzib bo'lmaydi. Blok daftari bir sahifasi. Har sahifa oldindagiga bog'langan. Shuning uchun zanjir, ya'ni chain. Bir sahifani o'zgartirsa, butun zanjir buziladi va hamma ko'radi. Demak, blokcheyn bu 1000 ta odamdagi bir xil daftar. Buzib bo'lmaydi, chunki hamma ko'radi. Shuning uchun kriptoga ishonsa bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Saqlab qo'y, do'stingga tushuntirganingda kerak bo'ladi.